Assalomu alaykum. Bugun teorema Van Obelya teoremasini ko'rib chiqamiz. Demak, mana ABC uchburchak berilgan. Demak, shunaqa A1, C1, B1 nuqtalari olingan. Ular tutashtirganda O nuqtada kesishsa, demak, BO ning O1 ga nisbati, BC1 ning C1A ga nisbati va BA ning A1C ga nisbatining yig'indisiga teng bo'ladi. Shu texnikda isbotlashimiz kerak. Bu olimpiadalarda, geometriyada juda qo'l keladi. Demak, biz mana tomonda to'g'ri tutashtirib beramiz va D, Y nuqta deb olsak, mana o'sha yerda mana. Demak, DY parallel AC ga. Demak, isbotlaymiz. Mana isboti va o'xshashliklardan keltirib chiqaramiz. Demak, uchburchak DOY o'xshash uchburchak AOC ga. Bu yerda nima keladi? Demak, BO ni OB1 ga nisbati, DY ni AC ga nisbati. DY ni esa DB plus BY deb olsak bo'ladi. AC ga, bu esa DB bo'lingan AC BY AC ga nisbati bo'ladi. Mana shu nisbat birinchi o'xshashlikdan. Ya'ni mana bu uchburchak bilan mana bu bir uchburchak o'xshash, chunki parallel bo'ladi. Demak, yana bitta uchburchakni o'xshashligini olamiz. Mana bu uchburchak bilan mana bu katta uchburchak o'xshash. Ya'ni BYA1 o'xshash uchburchak A1 AC ga. Demak, o'shanda BY ning AC ga nisbati, demak, BA1 ning A1C ga nisbatiga. Demak, ikkinchi o'xshashlik uchburchak. Demak, mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchakni olsak, uchburchak DC1B o'xshash bo'ladi uchburchak AC1C ga. Demak, bundan nimani olamiz? DB ni AC ga nisbati, BC1 ni C1A ga nisbati bo'ladi. Demak, mana buni o'rniga mana buni qo'yamiz, buni o'rniga olib borib buni qo'ysak, shunda bizda nima bo'ladi? BO ning O1 B1 ga nisbati mana birinchisini va mana buni yozamiz. Buni o'rniga, demak, BA1 A1C plus BC1 C1A. Demak, mana isbotlandi formula. Mana teorema Van Obelya. Oddiy o'xshashlikdan.